Bir donasi bir tishlamli o'sha trendga aylangan mini somsalarni birgalikda tayyorlaymiz. Ishimizni suvga yog', tuz va yetarlicha un qo'shib, oddiy xamir qorib olishdan boshlaymiz. Manga o'xshab sizlarni ham yordamchilar bo'lsa, ishinglar tez bitadi. So'ng xamirlarni teng 6 zuvolaga bo'lib dam oldiramiz. Yaxshilab dam olgan xamirlarni birin-ketin qo'limiz bilan ochib, yog' surtamiz va ustma-ust taxlaymiz. Ozgina tingach konvert shakliga keltiramiz. Bu yoqda esa nachinkasini tayyorlab olamiz. Bu uchun bizga mayda to'g'ralgan go'sht, piyoz va xohishga qarab tuz va ziravorlar qo'shib olamiz. Tayyor somsa xamirini o'rtacha qalinlikda to'rtburchak shaklida yoyamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Kam miqdorda nachinka qo'shamiz va xohishinglarga qarab tugib olasizlar. Men uchburchak shaklida tugdim. Tayyor mini somsachalar ustidan tuxum surasizlar va xohishinglarga qarab ko'pgina kunjut sepasizlar. Endi qizigan duxovkaga mini somsachalarni qizarib pishguncha jo'natamiz. Albatta, shu retsept bilan ham bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Sababi somsa yemaydigan bolalar ham buni qancha yeb qo'yganini o'zi ham bilmay qoladi. Albatta, tayyorlab ko'ringlar. O'z fikringlarni izohlarda kutib qolaman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab olinglar. Like va podpiska bosish esinglardan chiqmasin. Hali bundanda zo'r retseptlar sizlarni kutmoqda. Hammaga yoqimli ishtaha!